Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli do'stlar, aka-ukalar. Mana bugun 3A662 stanogimiz juda kamayib borayotgan stanoklardan, juda kam qolgan desam bo'ladi. Ko'plari yo'qolib ketgan. O'zi ham qayerlardadir bor. Bu stanogimizda xudo xolasa qayta восстановление qilib chiqamiz. Hamma yog'ini nalatkalarini ko'rib, elektrochas, gidrolichas hamma yog'ini xudo xolasa ko'rib, gidrostansiyalari ham bor. Gidrostansiyalari, elektrochaslarni xudo xolasa o'z holatida qilib yig'amiz. Kuzatib tursangiz, xudo xolasa motor, pator, gidrolika, raspределителlar hammasini tozalab, noldan stanokni ham hamma yog'ini sochib, tozalab, yangiday qilamiz. Mana xudo xolasa stanogimizda staninalarni ham yechib oldik, stollarni, korobkalarni ochdik, передний babkalarni olib tashladik. Hamma yog'ini yechdik. Mana gryazlar bo'lib ketgan. Strujkalar kirib qo'ygan orasiga. Mana stansiyalari suvdan hamma narsani to'lib qo'ygan. Mana передний babkalari. Polirovka qo'yram. Ularni ham yechib qo'ydik, xudo xolasa. Yaltiratib polirovka qo'ydim. Orqa chaslar, staninalari, ham galovkalarni yechdik bu yerdan. Buni taglari ham zanglab ancha. Mana galovkalarni ko'rsatamiz. Ham galovkalar bu yoqda tozalanyapti, remont bo'lyapti. Xudo xolasa hamma yog'ini ko'ramiz. Ketgan joylarini, ketgan pachimliklarni almashtiramiz. Motorlarda kamchiligi bo'lsa to'g'rilaymiz. Kuzatib turing.